Word'da stone qistirish. Biz jurnallar qaraydigan bo'lsak, jurnaldagi mazmunlarning stone'ga bo'linganligini ko'ramiz. Bunday qilishdan maqsad navoda jurnalninki yoki hujjatlarninki xati bak kichik, bir qurg'a sig'adigan mazmun ko'proq bo'lgan vaqtda biz bir qurg'a mazmunni o'qib bo'lib keyingi qurg'a yo'tkalgan vaqtimizda ko'zimiz asalla adishib qoladi. Ya'ni biz keyingi qurg'ani topolmay qolamiz. Shunga buni o'qishga qulaylik yaratish uchun odatda stollarga bo'lindi. Uningdan boshqa gazetlar texnik ko'p stollarga bo'lindi. Jurnallar gerçi 2 yoki 3 stolga bo'linsa-mu, gazet texnik ko'p stollarga bo'lindi. Endi biz Word'da stol bo'lish maqsadiga yetalaymiz. Biz buni tuvanda amaliy misol orqali ko'rib baqaylik. Biz yana o'zimizning tayyor bir parcha maqola hujjatini ichib olaylik. Biz bu tekstimizning ma'lum bir qismini 2 stonga bo'lib ko'rib baqaylik. Ya'ni bu doiraga kelgan mazmunni 2 ston qilib ko'raylik. Stonga bo'lish uchun biz tizimlikdan betlayisi tizimlikini açımız. Bu ya qaraydigan bo'lsak, retlar deb bir stonni ko'ramiz. Bir belgini. Bunu bassak 1, 2, 3 yoki bir tarafı cho'ng, bir tarafı kichik stollarni ko'ralaymiz. Masalan, 2 stonni bassak bu avtomatik holda 2 dona stolga bo'linadi. Lekin afsusnarligi bu ston soldan o'ngga yo'nalish top qoldi. Yani birinci ston solda, ikinci ston o'ngda. Bu bizdeki Uyg'urchaninki o'qish qoidasiga to'g'ri kelmaydi. Shuni biz buni keyingi yandurayli asosiy keldi. Hamda biz ston tizimlikini besib bu yerdan boshqa retlar. Buni assak stonga bo'ladigan bir dialogramkisi chiqadi. Hamda biz bu yerdan stonninki qancha stonlik ekanligini belgilab beramiz. Masalan, 2 ston yoki 3 ston yoki bo'lmasa xohlagan sondagi ston. Masalan, biz 10 stongacha buni bo'lalaymiz. Biz 2 ston qilmoqchi, ston soni bu yerda. Endi biz Uyg'urcha tekstlarni stonga bo'lganda cho'qim o'ngdan solga degan tanlashni tanlab qo'yishimiz kerak. Bunda bo'lganda birinci ston o'ngda, ikinci ston solda oldu. Ko'p stonlik olsa, ya'ni o'ngdan solga yo'nalishda birinci ston, ikinci ston, üçüncü ston, dördüncü ston deganga o'xshash o'ngdan solga yo'nalishda bo'ladi. Endi biz ma'qul knopkasini bassak, bu 2 stonga bo'lindi. Endi qaraydigan bo'lsak, bu yerda stonning orliqi bek kichik bo'lib qolibdi. Biz buni yana tangsak bo'ldi. Bu yerda biz stonning kengligi, bu 2 stonning har ikkilasi o'xshash. Shuni birinchi stonni ham tanlab bersak bo'ldi. Ondan orliq. Bu yerdan orliqning qimmatini sal cho'ngroq qilib qo'yaylik. Masalan, buni 1 sm qilaylik. Undan keyin ma'qul knopkasini bassak, bu yerda stonning orliqining kengayganligini ko'ramiz. Endi buni o'qishga bir qadar qulaylik, ya'ni qog'ozga bosib chiqargandan keyin biz birinchi stonni o'qib bo'lib, undan keyin ikkinchi stonga yetkilib o'qisak bo'ldi. Navoda biz buningki xatning cho'ng kichikligini o'zgartsak, texnik yaxshi unumga erishalaymiz. Ya'ni xat kichik bo'lgan vaqtida masalan bu tekstni kichik qilaylik. Biz birinchi qurni oxirigacha o'qib, undan keyin yana bir keyingi qurga yo'tkalgan vaqtimizda biz bu qurni topolmay yo ostiga yo ustiga qarab qilishimiz mumkin. Buning o'xshash ston bo'lsak, qurning kengligi sal taroq bo'lg'achqa, ikkinchi stonga bemalol o'tib, ikkinchi qurga buni davomli o'qiy olamiz. Bu jurnal beti tuzgan vaqtida nihoyat qulaylik, mush xil usuldan foydalansak bo'ldi. Endi biz stonga bo'lgan vaqtimizda
ma'lum bir doirani tanlab, undan keyin stonga bo'ldik. Navoid biz bütün maqolning mazmunini stonga bo'lmoqchi bo'lsak qanday qilamiz? U vaqtda bu yerdan tanlangan tekstni emas, pütük bunu tanlasak bütün maqolimiz stonga bo'lindi. Masalan, buningga o'xshash. Gerçi xatninki cho'ng kichiklik o'xshamasimi, bu avtomatik stonga bo'lindi. Bu vaqtda birinchi bet tugagandan keyin, undan keyin keyingi stonga o'tkazildi. Bu bet butunlay o'qilib bo'lgandan keyin, ondan ikkinchi betninki birinchi stoni, undan keyin ikkinchi stoni deganga o'xshash. Buni biz eslab qaytaraylik. Endi stonga bo'lgan vaqtida yana ba'zi stollarning oraliqqa siziq chiqarish ehtiyojimiz tug'ildi. Bu vaqt yana boshqa xaratlar bu yerga ayrı siziqi deganni tanlab bersak bo'ldi. Ya'ni ikki stolning oraliqqa bir siziq chizildi. Navoid biz stollarni cho'ng kichik shaklda bir ston cho'ng, bir ston kichik shaklda tizmoqchi bo'lsak, bu vaqtda buni xohlagan birini tanlasak, masalan, o'ng tarafdagi ston cho'ng deganga o'xshash. Undan keyin bu stollarningki qaysining qanchalik cho'ng ekanligini bu yerda belgilab berildi. Masalan, birinchi ston 4,4 cm, ikkinchi ston 9,34 cm deganga o'xshash. Birisi cho'ng, birisi kichik. Bu xil shaklda. Agar stonning soni texmi ko'p bo'lsa, bunimi ayrim-ayrim belgilab berildi. Ya'ni bu yerdan har bir stonning cho'ngligi, bu yerdan ikki stonning oraliqidagi oraliqning qanchalik ekanligi deganga o'xshashadi. O'rta ston bilish mashg'uloti yuqorida ko'rsatilgandek.